1912-yil 9-sentyabr kuni tushdan so'ng bobom Jon Luft hali kichik bola ekanligida odatdagidek monoreal poyezdining Nyu-Yorkka, Buffalo tomon yo'l olganini ko'rish uchun oshiqib boradi. Poyezddan unga qarata qo'l silkigan uzun to'nli, kumush sochli kishi siymosini ko'rganida u hayajonga to'lib, panjarada o'tirgan joyidan yerga qulab tushadi. O'sha kuni Jim poyezddan ko'rgan kishi uning hayotini ham, butun insoniyat hayotini ham bir umrga o'zgartiradi. Sening bobo kaloning Jim hech qachon hayotda Abdulbahoni uchratmaydi. Ammo Abdulbahoning hayoti hamma uchun o'rnak va uning hikoyasi uzoq sharqda, Erondan boshlanadi. Abdulbaho Tehronda dunyoga keladi. Otasi Bahoullo va onasi Navvob uni juda qattiq sevardilar. Tug'ilganida unga Abbos ismi beriladi, ya'ni sher degani. Abdulbaho tug'ilgan o'sha kunning tunida Shiroz shahrida navqiron savdogar yigit dunyoni yangidan ruhlantirish vaqti kelganini e'lon qiladi. Barcha dunyo dinlari tomonidan bashorat etilgan tinchlik va adolat zamonining tongi otdi. U arabchadan darvoza degan ma'noni anglatadigan bob taxallusini oladi. Bobning inqilobiy chaqirig'i Bahoullo, Navvob va minglab boshqa kishilar tomonidan qabul qilinadi. Dinga Alloh birligi, insoniyat birligi va dinlar birligini o'rnatish vositasi sifatida qarashdek yangi tushuncha ularni ruhlantiradi. Bob o'zidan-da buyukroq bo'lgan yangi elchining kelishiga yo'l hozirlash uchun kelganini aytadi. Mansabdor va ruhoniylarning aksariyati odamlar ustidan o'z hukmini yo'qotishdan qo'rqdilar. Ular yangi e'tiqod nurini so'ndirish uchun qalqib 1850-yilda Bobni qatlga hukm etadilar. Bu ta'qib oqibatida uning minglarcha izdoshlari o'ldiriladi. Mavqei oliyjanob bo'lishiga qaramay, Bahoullo Tehrondagi jirkanch zindon qora o'raga tashlanadi. Abdulbaho va oilasi hamma narsasini yo'qotadi. Ular har lahza Bahoulloning taqdiridan xatarda bo'ladilar. O'shanda Abdulbahoning onasi Navvob bolalariga biron yegulik topolmaganidan ularni bir hovuch un bilan boqishga majbur bo'ladi. Badanida bir umrga iz qoldirgan og'ir zanjirlar yukidan iztirobda ekan, Bahoulloga Alloh tomonidan zuhur nozir etiladi. Bu yer yuzidagi barcha insonlarga odamzod uchun yangi kun kelganidan darak berishga chorlaydigan ilohiy chaqiriq edi. Bahoullo zindondan ozod bo'lganda oila yengil tortganidan yig'laydi. Ammo shoh ularga Eronni bir umrga tark etishni buyuradi. Atigi 9 yoshda bo'lgan Abdulbaho butun olamda birinchi bo'lib Bahoulloning bugungi kun uchun Alloh elchisi ekanligini tan oladi. U Bahoulloga panoh bo'lib, o'ziga Bahoning quli, Shavkatning xizmatkori degan Abdulbaho nomini oladi. Uning hayoti Bahoullo ta'limotlari bo'yicha yashashning namunasidir. U namunadir. Abdulbaho hayotining qolgan qismini Bahoullo bilan surgunda o'tkazdi. Bu qishning qoq o'rtasida Bag'dodga surgun jazosidan boshlandi. Uning singlisi Bahiya o'sha qahratonni va akasining shijoatini bir umrga eslab qoladi. Barchamiz yengil kiyingan edik va sovuqdan qattiq qiynaldik. Ot ustida ketayotgan Abdulbahoning oyoq qo'llari, to'piqlari shishib ketib, kuchli og'riq unga azob berardi. Og'riqlarga qaramay Abdulbaho boshqalarning, xususan otasining iztirobini yengillashtirish uchun qo'lidan kelganini qilardi. Bag'doddagi 10 yillik surgun davomida Alloh tomonidan berilgan vazifani bajarishga o'zini tayyorlash uchun Bahoullo hazratlari Kurdiston tog'lariga xilvatga ketadilar.
Yosh Abdulbaho visol tilab, ertayu kech toat ibodatda bo'ldi. 2 yil o'tgach Hazrat Bahoulloh qaytadilar. Abdulbahoning singlisi shunday xotirlaydi. Otam uyga kirib keldi. Otam bilan akamning uchrashuv lahzasi hayotimda ko'rgan eng ta'sirli lavha. Abdulbaho o'zini uning oyoqlari ostiga tashladi va Bahoulloh o'g'lini quchib yig'ladi. Keyinchalik Abdulbaho eslaydi. O'sha kunlarning qurigan noni-yu xurmosining ta'mi dunyodagi jamiki yegulikdan shirinroq edi. O'sha kunlar har kecha tongga qadar Hazrat Bahoulloh qalamidan yuksalgan bitiklar oqimi quyilgan kunlar bo'ldi. Hazrat Bahoullohning o'sib borayotgan ta'siridan qo'rqqan hukmdorlar oilani tag'in surgunga soldi. Avval Istanbulga, keyin esa Abdulbahoning birinchi surati olingan Adirnaga. Hazrat Bahoulloh o'z o'g'lining noyob maqomi va teran ruhiy taqdiriga ishora eta boshlaydi. Barcha quvg'inlardan eng yomoni oxirgi surgun bo'ldi. Qayg'uli Akko zindon shahri. Eng ayanchli sharoitlar ostida yetib kelar ekan, Abdulbahoning singlisi Bahiya xonim akasining ayollar maqomi uchun qanchalar g'amxo'rlik ko'rsatganini esga oladi. O'sha paytlarda qirg'oqqa qo'nish yeri bo'lmagani sabab kemadan tushib suv kechib o'tish kerak edi. Shahar hokimi erkaklarga ayollarni orqasiga ko'tarib o'tishni buyurdi. Abdulbaho bunga qarshilik ko'rsatdi. U bir kursini topib, yana boshqa bir kishining yordamida ayollarni uning ustida qirg'oqqa olib o'tdi. Mahbusliklarning ilk kunlari bir necha kishi olamdan o'tadi. Qolganlar esa xastalanadi. Abdulbaho bemorlarga qaradi. Ularni yuvdi, yupatdi, ovqatlantirdi. U orom bilmadi. U bizning barchamizni inqirozdan qutqardi-yu, keyin esa tamomila holdan toyganidan o'zi xasta bo'ldi. To'la 2 yil mobaynida Hazrat Bahoulloh, Abdulbaho va boshqa mahbuslar zindon shahar devorlari ichra zindon qal'a ichida mahkumlikda bo'ladilar. Bularga qaramay, ular ichki surur holatida bo'ldilar. Abdulbaho har bir kishidan kun davomida eng kulgili bo'lgan narsani eslashni so'rardi. Ular shunchalar qattiq kular edilarki, ko'zlaridan yoshlar oqardi. Akko bo'g'ozining qarshisidagi muqaddas Karmal tog'i asrlar davomida qadim bitiklarda nishonlangan Rab shon shafqatini ko'rishni kutardi. Hayotining keyingi yillarida Bahoullohga nisbatan bo'lgan izzat natijasida qo'yilgan cheklovlar kamayib, u Abdulbaho bilan birgalikda Karmal tog'iga borib turadigan bo'ladi. Abdulbaho eslaydi. U Karmal tog'idagi muayyan bir joyni qanday ajoyib va ko'rkam joy va qanday muhtasham manzara deya qayta ta'riflar edi. O'sha tuproq Hazrat Bahoullohning poyi qadamidan muborak bo'ldi. U yerda bir necha sarf daraxtlari o'sar edi va jamoli muborak ko'pincha ular soyasi ostida o'tirar edilar. Ulzot Abdulbahoga bob jasadining qoldiqlarini qo'yish uchun munosib maqbara qurilishi kerak bo'lgan joyni aniq ko'rsatib beradilar. O'sha paytda Abdulbaho u yerning sohibi emas edi. Yer egalari yoki quruvchilarni bilmas edi. Qo'lida mablag'i yo'q edi va bob jasadining qoldiqlari esa hamon Eronda edi. Abdulbaho Hazrat Bahoulloh bergan mushkul vazifani bajarish uchun bel bog'ladi. Bir yil o'tar o'tmay 1892-yil 29-mayning ilk soatlarida Hazrat Bahoulloh o'zining oxirgi nafasini oldi. Abdulbahoning yuragi sindi.
3 kechayu 3 kunduz g'amdan taskin topolmadi. U deydi: ayriliq bizni yutdi. Yorug' kunlar zimiston tunga aylandi. O'sha soatlarning atirgullari hoku qum endi. Haqiqat quyoshi, o'shal nuri azam, cheksizlik saltanatidan olam ufqi uzra bezavol yog'du sochish uchun ko'tarildi. Abdulbaho Hazrat Bahoullohning vafoti haqida Akkoga xabar jo'natadi. Uning vafotidan 9 kun o'tib, Hazrat Bahoullohning so'nggi irodasi izhor etilgan lavh Bahoiy jamoasiga o'qiladi. Unda Hazrat Bahoulloh o'zidan so'ng barcha zamonlar uchun o'z amri va izdoshlari birdamligini ta'minlaydigan o'z ahdini joriy etgan bo'ladi. U Abdulbahoni o'sha ahdning markaziga aylantiradi. Hazrat Bahoulloh quyoshining botishi zulmatli tun bilan davom etmadi, balki ahd hilolining shukuhli yog'dusiga almashdi va Hazrat Bahoullohning yakuniy maqsadi bo'lmish odamzod birdamligi sari eltar yo'lni yoritdi. Hazrat Bahoulloh Abdulbahoni muqaddaslik daraxtidan kurtak otgan novdaga qiyoslaydi. Bu novdani Alloh shunchalar yuksaltirarki, uning xayrixoh soyasi ostidan butun insoniyat panoh topgay. Biz seni odamzod uchun boshpana qildik. Samovot va zamindagi barcha uchun qalqon etdik. Alloh nasibasi bilan sen orqali uning o'zi barchani qo'riqlab, boyitib, rizqini bersin hamda seni o'zi ilhomlantirsin. Abdulbaho Hazrat Bahoullohning odamzodga taqdim etgan oliy tuhfasi, namuna, uning ta'limotining komil timsolidir. Abdulbaho o'z maqomini xizmat maqomi deydi. Uning xizmatga baxshida kamtarona hayoti, to'liqroq ruhiy hayotni izlovchilarning barchasi uchun ilhom manbai. Qanday qilib xizmat qilish, qanday qilib qiyinchiliklarni yengib o'tish va insoniyat birdamligiga hissa qo'shish haqida Abdulbahodan o'rnak olib ruhlangan ko'plab shaxs va jamoalarning hikoyalari bor. Eronning turli burchaklaridan va qo'shni davlatlardan bo'lgan ziyoratchilar ko'pincha xatarli yo'llar orqali minglab masofani piyoda kechib, Akkoga ziyorat uchun kelishda davom etadilar. Abdulbaho ziyoratchilarni qarshi olar va har birining ehtiyojini qondirardi. Umrining oxirigacha u ularning beminnat muhabbat va sadoqatli amallarini esga oladi. Ushbu mo'minlar oqimi keyinchalik boshqa diyorlardan kelganlar ham Abdulbaho va uning zamin bo'ylab tarqalgan suyukli do'stlari orasidagi rishtalarni kuchaytirdi. 1898-yilda G'arbdan kelgan birinchi ziyoratchilarni ko'rganda Abdulbahoning shodligi ko'kka yetdi. Hayfada kemalar uchun bandargoh bo'lmagani sababli amerikalik Bahoiy Lua Getzinger pastdagi kichikroq qayiqqa sakrashga majbur bo'ladi. Kunlarning birida Abdulbaho o'zlari har doim g'amxo'rlik qilib turadigan Zindon shahridagi xasta bir kimsaning holidan xabar olishni Luadan so'raydi. Abdulbahodek xizmat qilishni istab, Lua bajonidil rozi bo'ladi. Biroq o'sha kishining uyiga yetib kelganida uning ahvolidan dahshatga tushib, biron kasallik yuqtirishdan qo'rqadi. Oldiga qaytgan Luaga qaradi. Abdulbaho qat'iy ohangda: agar Allohga xizmat qilishni istasak, biz yaqinlarimizga xizmat qilishni o'rganishimiz kerak deydilar. Zero har bir kishida biz Allohning siyrati va qiyosini ko'rishimiz lozim. Agar uning uyi kir bo'lsa,
uni tozalash kerak. Agar uning qorni och bo'lsa, uni to'yg'izish kerak deydilar. Boshqa bir joyda Abdulbaho aytadilarki, xizmat niyati bilan qilingan har qanday harakat ibodatdir. Abdulbahoning o'zlari ko'p martalab bajargani kabi, Lua ham kasal odamga xizmat qiladi. Yana bir boshqa ziyoratchi Thomas Breakville 1901-yil Parijda g'aroyib mistik sharoitlar ostida birinchi marta bahoiy e'tiqodi haqida eshitadi. Deyarli darhol Abdulbaho bilan uchrashishga otlangan Thomas birinchi ingliz ziyoratchisi bo'ladi. Ko'nglini Abdulbahoga ochgan Thomas o'z ishida bolalar mehnatidan foydalanishini o'ksib aytib beradi. Abdulbaho Thomasga jiddiyat va sukunat ila nigoh tashlaydilar va so'ngra aytadilar: "Ishdan ketish arizangni telegramma orqali jo'natgin." Thomas o'sha zahotiyoq ishidan bo'shaydi. Abdulbaho bu yigitni samo farishtalarining chirog'i deb ataydilar. Thomas bir yil o'tib sil kasalligidan vafot etadi. Hech bir yozma xabar olmasa-da, Abdulbaho Thomasning vafotini biladi va ko'z yoshlar to'kib unga atab lavh nozil etadi. Ey Breakville, ey mening azizam, sen doim yodimdasan. Men seni aslo unutmasman. Hududda Abdulbahoga nisbatan hurmat va muhabbatning oshishi bilan birga, hali ham mahbuslikda bo'lishiga qaramay, Abdulbahoning yaqin oradagi Adasiyaga safar qilishga ruxsati bor edi va Bahoulloh unga o'sha joydan yer sotib olish ko'rsatmasini beradilar. Adasiyadagi yer hosildor bo'lsa-da, yovvoyi va ishlov berilmagan edi. Abdulbaho dehqonlarga xilma-xil donlarni ekishda yordam beradiki, ular ravnaq topa boshlaydilar. U dehqonlarga o'z vaziyatlariga yangicha qarashni o'rgatadi. Ular qaroqchilar tomonidan tahdidga solinganda, u dehqonlarni ular bilan do'stlashishga chorlaydi. Iqtisodiyot fermerlikdan boshlanishi kerak deb ta'kidlaydi Abdulbaho. Dehqon inson jamiyatidagi faol agent. U dehqonlarga ishonch va saxovat asosida pay ulashish va jamoa qurish ko'rsatmasini beradi. Bu dehqonlar o'z mehr-oqibatliligi, tirishqoqligi va ixtirochiligi bilan mashhur va izzatli bo'ldilar. Hazrat Bahoulloh ta'limotiga tayanib, chuqur axloqiy tanlov qilishga uringan bir necha kishilarning og'ir mehnatidan hudud o'zgara boshladi. Yillar o'tib Adasiyada o'stirilgan don minglar hayotini qutqaradi. Erta tongdan boshlab kech tungacha Abdulbaho sivilizatsiyaning ruhiy va moddiy jihatlarga tegishli bo'lgan keng qamrovli mavzular bo'yicha teran rahnamolikni taklif etdi. U hali suyagi qotmagan jamoalarni ruhlantirar va sharq va g'arbdagi minglab joylardagi kishilarga muhabbat bilan rahnamolik qilardi. Shaxslarga jo'natgan nasihatlari tufayli Birma, Hindiston, Singapur, Indoneziya va Malayziyadagi ba'zi jamoalar gullab yashnadi. Abdulbahoni cheksiz ardoqlagan Mustafo Rumiy ismli dindor ham shular jumlasidan. Mustafo Rumiy Birmaning Daydanaf nomli qishlog'ida o'zining begonalarga ko'rsatgan mehribonlarcha oddiy amallari bilan bahoiy e'tiqodiga 800 kishini jalb etdi. Tezda yangi jamoa andazasi paydo bo'ldi. Daydanaf aholisi birinchi jamoa maktabini qurganda uni Abdulbahoning maktabi deb atardilar. Keyinchalik Abdulbaho Daydanafga mening qishlog'im deya ardoqlab murojaat etardi. Abdulbahoni ziyorat qilish uchun g'arbdan muqaddas zaminga keladigan ziyoratchilar soni oshib borardi va ular qanday qilib o'z jamoalariga xizmat qilish haqida ilhomga to'lib uylariga qaytardilar. Abdulbaho bu ziyoratchilarni o'z bitiklari bilan birga ziyo taratish uchun o'zi jo'natayotgan tirik maktublarga qiyoslaydi. Uning hidoyati Eronning barcha qismlariga va qo'shni mamlakatlarga yoyildi. Doimiy tutqunlikda bo'lishiga qaramay, hayotining oxiriga qadar Abdulbahoning o'z ona diyoriga bo'lgan muhabbati va g'amxo'rligi oshkor edi. Uning muntazam yo'l yo'rig'i va ruhlantirishi orqali
Eron jamoasi qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, adabiyot kabi ko'plab sohalarda ravnaq topdi va bularning barchasi jamiyatdagi barchaning foydasi uchun edi. Hali yosh yigitlik paytida Hazrat Bahoulloh Abdulbahoga Eron rahbarlari va odamlariga qarata risola yozishini va unda zamonaga yondosh bo'lgan ruhiy tamoyillarga asoslangan adolatli, taraqqiy etgan va birdam jamiyatni tiklashdek dinning asl maqsadini ta'riflashni so'raydiki, Eron bahoilari bu tamoyillarni tatbiq etadilar. Abdulbaho Eron bahoiy jamoasini maktablar ochishga rag'batlantiradi va tez orada o'g'il bolalar uchun Tehronda tarbiyat maktabi ochiladi. Bu maktab keyinchalik boshqa joylarda ham qaror topgan maktablarning qaldirg'ochi bo'ladi. Jumladan qizlar uchun ochilgan maktablar uchun ham. Abdulbaho ko'plab ma'ruf kishilarni ta'lim masalasida uzoq vaqt mobaynida oldingi marralarda bo'lib kelgan bunday imtiyozli muassasalarni rivojlantirishda hidoyat etdilar. Ular orasida Mirza Hasan Adib ham bor edi. Abdulbahoning rahnamoligi Eronda, endilikda esa butun dunyo bo'ylab ta'limot sohasi va ayollarning kelajakdagi mavqeining oshishiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ta'limning muhimligiga urg'u berib, u shunday deb yozgan: Dastavval va eng zaruriy talab bu ta'limning targ'ibotidir. Ushbu asosiy, ushbu muhim masala amalga oshmas ekan, biron bir millat ravnaq topishi va muvaffaqiyatga erishishi mumkin emas. Boshqa bir vaziyatda shunday deydilar: hammadan muhimi qizlarga ta'lim berish. Zero qizlar bir kun kelib ona bo'ladilar. Onalar farzand uchun birinchi muallimdirlar. Abdulbaho xuddi Hazrat Bahoulloh aytganidek, bundan 50 yil oldin qatl ettirilgan Bob jasadining qoldiqlarini muqaddas zaminga ko'chirish taraddudini avvaldan tashkil etib qo'yadi. Bobning tabarruk qoldiqlari taskin topadigan maqbaraning qurilish ishida Abdulbahoning shaxsan o'zi boshqosh bo'ladi. Bu haqida u shunday deydi: o'sha binoning har bir toshini, unga eltar yo'lakning har bir qayrog'ini benihoyat ko'z yosh to'kib, o'zim ko'tarib joyiga o'rnatdim. Dar haqiqat, yuragim shunday bir shodlik va sururga to'ldiki, uni ta'riflashga til ojiz. Birma jamoasi Bobning tobutini muhabbat bilan tabiiy ravishda lallar bilan qorishgan yaxlit marmar bo'lagidan o'yib, muqaddas zaminga jo'natish uchun tayyorlaydilar. G'arbdan kelgan ziyoratchilar bilan uchrashganda Abdulbaho ulardan birining yo'qligini payqaydilar. Eshik tomon yurib, tashqarida kutib turgan Robert Ternerni ko'radilar. Abdulbahoni ko'rishi bilan Robert tiz cho'kadi. Abdulbaho Robertni oyog'iga turg'izib, uni quchoqlaydilar. Robert Terner qullikda tug'ilgan, endi esa ozod bo'lgan birinchi afroamerikalik bahoiy edi. U bir necha yil oldin Abdulbahoga xat yozib, o'z suratini jo'natgandi. Abdulbaho shunday deydilar: "Ey sen, qalbi sof, ruhi muqaddas, tabiati bebaho, chehrasi go'zal inson. Sen misli rangi qora bo'lgan ko'z qorachig'isan. Vaholanki, u mavjudlik dunyosini kashf etguvchi nur tutamidir." Abdulbahoning Amerikadagi irqiy inqirozdan o'ta ogohligi unga ulkan qayg'u keltirardi. Zero Hazrat Bahoulloh ta'limotlari birdamlik o'zagi atrofida aylanadi. Hazrat Bahoulloh qullikni juda aniq tarzda qoralaydi. O'zi banda bo'lgan kimsa Alloh bandasini qullikka ololmaydi. Abdulbaho Robertga aytadilarki,
u o'zining e'tiqodda qat'iy va mustahkam bo'lishi orqali butun irqi uchun saltanatga kirish eshigi bo'lib xizmat qiladi. Har kuni Abdulbaho ehtiyojmandlarga qarar, ularga muruvvat ila pul chaqa va kiyim-kechak ulashadilar. Bolalar uning atrofida shirinlik olish va cheksiz mehr-muruvvat so'zlarini eshitish uchun yig'iladilar. Abdulbahoning xonadonida alohida bir tuhfa, uning nabirasi Shavqi bor edi. Atigi 5 yoshligida Shavqi Efendi o'z bobosidan unga atab biron narsa yozishni so'raydi. "Mening Shavqim, sen yoz deding, men yozdim. Hozir sen uchun o'qish yozish vaqti emas. Sen atrofda sakrab o'ynab, Xudoyim deb duo o'qishing kerak. Shuning uchun Jamoli Muborakning duolarini yodlab, ularni men eshita olishim uchun baralla o'qigin." Bolakay itoatkorlik bilan Hazrat Bahoulloh duolaridan bir nechasini yodlab, ularni shunchalar baland o'qiydi-ki, uning ota-onasi undan jim bo'lishini so'raydilar. U Abdulbaho hammaga eshittirib o'qishim kerakligini yozdilar. Men harakat qilyapman deb javob berdi. Keyinchalik Abdulbaho Shavqi Efendiga Hazrat Bahoulloh ahdini davom ettirishini, odamzod naslini birlashtiradigan va uning ma'muriyatini boshqaradigan ilohiy tartibotni saqlashni ishonib topshiradilar. Eronda bahoiylar hanuz qattiq tazyiq ostida ekan, ularning ko'plari Ishqobodda, Turkmanistonda qaror topadilar. U yerdan e'tiqod O'rta Osiyo va Rossiyaning qator shaharlariga tarqaladi. 1902-yilda Abdulbahoning rahbarligi ostida va Hazrat Bahoullohning istagini amalga oshirib, Ishqobod bahoiylari dunyodagi birinchi ibodat uyini joriy etadilar. Ushbu inshoot qurilishining har bir bosqichini Abdulbahoning shaxsan o'zlari Bobning amaki vachchasi Vakuluddin Afnon orqali kuzatib boradilar. Jamoa ibodatgoh atrofida maktab, shifoxona va universitet kabi yon muassasalarni o'rnatadi va Abdulbahoning rahbarligi ostida gullab yashnaydi. Ushbu rivojlanish bilan bir qatorda Abdulbaho Kavkazdagi bahoiy jamoalarning ham taraqqiy etib borishida hamda jamiyat hayotiga hissa qo'shishlarda muntazam maktublari orqali mehr muhabbat bilan parvarishlab boradilar. Ishqoboddagi ibodat uyidan ilhomlanib, Shimoliy Amerikalik bahoiylar ham g'arbda ibodatgoh barpo etish uchun ruxsat so'rab murojaat etadilar. Abdulbaho oldilariga ziyoratga kelgan ko'p bolali ona Triu Karindan bu ishning boshini olishni so'raydilar. Bir necha kun o'tib, Chikagolik 3 taniqli kishi oldilariga kelganda, Abdulbaho ularni Karin bilan ishlashga yo'naltirib deydilar. Men unga to'liq ko'rsatmalarni berib qo'ydim. Abdulbaho ayol kishiga jamoaning hal qiluvchi ahamiyatga ega ishini ishonib topshiradi. Bahoiy ibodatgohi birlashmasiga ayol kishi kiritilishi kerak degan Abdulbahoning qat'iy tavsiyasi bilan Karin unga kiritiladi. Ushbu birlashmaning o'rnatilishi keyinchalik AQSh va Kanadadagi birinchi milliy ruhiy kengashning joriy qilinishiga olib keladi. Abdulbahoning rahbarligi ostida Karin g'arbdagi ona ibodatgohini qurish vazifasini bajaradi. Ayollar va erkaklarning teng huquqligiga urg'u berib, Abdulbaho shunday yozadi: Ayollar erkaklarning tengi bo'ladilar. Ushbu tenglik joriy bo'lmagunicha inson naslining haqiqiy taraqqiyoti va muvaffaqiyatiga erishib bo'lmaydi. Abdulbaho Zindon shahri Akkoga kirganida 24 yoshli navqiron yigit edi. Ular mashaqqatli azoblardan o'tib, o'z g'animlarining yolg'on va bo'xtonlari, hayotiga solingan tahdidlardan tirik qoldilar. 1908-yilda Usmoniy imperiyasidagi barcha siyosiy va diniy mahbuslar ozod etildi. Endi 50 yillik surgun va mahbuslikdan so'ng Abdulbaho ozod edilar. Yillar oldin ko'rsatib berilgan ayni o'sha joyda Bob maqbarasining qad ko'targanligi, Abdulbaho tomonidan Bobning qoldiqlarini Karmal tog'ining bag'riga qo'yishdek o'sha muqaddas vazifaning amalga oshirilishi Hazrat Bahoulloh ko'rsatmasini bajarishdagi Abdulbaho rahbarligining eng katta yutug'idir.
Marmardan yasalgan sarkofag katta mehnat bilan sag'anaga keltirildi va o'sha kech birgina chiroq yorug'ida u o'z qo'llari bilan Bobning tabarruk jasadi qoldiqlari saqlangan yog'och tobutni uning ichiga joylashtirdi. Shavqiy Efendi o'shanda 13 yoshda edi va keyinchalik bu voqeani shunday tasvirladi. Abdulbaho sallasini chetga olib qo'yib, oyoq kiyimi va to'nini yechib, hanuz ochiq bo'lgan sarkofag ustiga egildi. Kumush sochlari boshi uzra mavjlanardi. Yuzi o'zgargan va yorishgan edi. So'ng peshonasini yog'och tobutning chetiga bosib, baland tovushda oh tortib, chunon yig'lab yubordiki, atrofdagilarning barchasi birga yig'lashdi. Shavqiy Efendi bugunda Karmal tog'ida o'rnatilgan Bahoullo amrining jahon ma'muriy tartiboti markazining rivojlanishiga Bob maqbarasining tasavvurga sig'mas teran ruhiy salohiyatining ta'siri haqida ta'kidlab o'tgan. Abdulbahoning yonida barcha bu uzoq yillar davomida rafiqalari Munira xonum bo'lganlar. Hazrat Bahoulloning o'zlari deyarli 40 yil oldin hali Akkoda yosh yigitlik chog'larida ularning nikohlarini yarlaqaganlar. Abdulbahoning yaqinida bo'lishlikning fayzini so'z bilan ta'riflashga til ojiz. O'z cheksiz muhabbati, o'z mehribonchiligi, o'z xursandchiligi, o'zining hazillashish odobi, o'zining har bir kishiga bo'lgan tinimsiz g'amxo'rligi bilan u shunchalar g'aroyib ediki, gumonsiz butun yer yuzida uning tengi yo'q. 50 yil Habibim bilan birga bo'ldik. Uning Misr, Yevropa va Amerika safaridan boshqa biron bir payt biz hech qachon ayrilmadik. Insoniyatning uzoq kutilgan birlashishi zamoni kelgani haqidagi xabarni tarannum etish uchun yoshi ulug' bo'lishiga qaramay, hali ham bardam bo'lgan Abdulbaho hech bir dabdabasiz, indamasdan 3 yillik safarga otlanib kemaga o'tiradilar. O'zlari bo'lmagan paytda Abdulbaho Bahoiy e'tiqodi boshqaruvini suyukli singillari Bahiya xonumga topshirib ketadilar-ki, din tarixida ayollarning tutgan o'rni hali hech qachon bunday darajada bo'lmagandi. Misrda olimlar, ulamolar va ro'znoma muxbirlari Abdulbahoni jonbozlik va qiziqish bilan qarshi oladilar. Qachonlardir Bahoiylarga qattiq qarshilik ko'rsatgan Al-Muayyad nomli arab ro'znomasi muharriri Shayx Ali Yusuf Abdulbahoning huzuriga noil bo'lib, keyinchalik o'z uchrashuvini shunday ta'riflaydi. U teologiyadan chuqur bilimga ega, islom tarixida mohir bo'lib, odamzod birligi g'oyasiga berilgandir. Uning ta'limoti va hidoyati diniy, irqiy, patriotik bid'atlardan voz kechishlik negizi atrofida aylanadi. Ali Yazdi ismli yosh bola o'zining Abdulbaho bilan Misrda bo'lgan uchrashuvni eslaydi. U alifdek to'g'ri edi. U hammaga qarab jilmayib, hammani xushomaded, xush kelibsiz so'zlari bilan qarshi olardi. Abdulbaho men bilan gapirganida men uning moviy jilmaygan muhabbat to'la ko'zlariga qarardim. O'z hayoti, o'z amallari, o'zining og'zaki va yozma nutqlari orqali Abdulbaho jamiyatda fundamental bo'lgan nazarlarni savolga tutardi hamda yer yuzidan savodsizlik, qashshoqlik va zo'ravonlikning o'tishi uchun odamzodni har doim birdamlik sari hidoyat aylab keldi. Abdulbaho Yevropa safari davomida London City Temple'da liq to'la auditoriya qarshisida nutq so'zlaydi. Bu oz emas, baxti chopgan ommaga qarata aytgan uning birinchi murojaati bo'ladi. Hozir inson kuchining yangi davri. Olamning barcha ufqlari charog'on. Siz haqiqiy insoniylik poydevorini yemirib kelgan va uni johillikda ushlab kelgan o'tmish xurofotlardan ozodsiz. Ushbu ma'rifatli davr uchun
Allohning hadyasi insoniyat birdamligi haqidagi bilimdir. Yevropada Abdulbaho Shvetsariya, Shotlandiya, Germaniya, Vengriya va Fransiyada bo'lib, haqiqatni izlash borasida minglar bilan suhbatlashadilar va jumladan shunday deydilar: hamma faqat o'zini haqiqatga ega deb biladi. O'zinikidan boshqa har qanday dinni xato deb o'ylaydi. O'zimizni haq deb, qolganlarni nohaq deb bilishimizning o'zi birdamlik yo'lidagi eng katta to'siqdir. Shuningdek, birdamlikka erishishda haqiqat muhimdir, zero u yagonadir. Atlantikaning u tomonida, Nyu-York shahrida Howard Colby Ives ismli nasroniy rohib e'tiqod va maqsad savollaridan qiynalardi. O'sha xazon fasli va o'sha qish xotiramda ulkan baxtsizlik oylari bo'lib qoldi. Allohni izlagan va uni topolmagan samimiy qalb uchun bundan kuchliroq tushkunlik bo'lmasligini bildim. Howard Abdulbahoning Amerikaga kelishidan voqif bo'lganida, u do'stlardan biriga u bilan alohida uchrashib, haqiqatni aniqlash istagi borligini aytadi. Bir necha hafta o'tib, uning niyati amalga oshadi. Biz tanholikda yuzma-yuz, ko'zma-ko'z o'tirdik. U menga qaradi. U to'g'ri mening ichimga qaradi. Go'yo hech kim bundan oldin meni haqiqatda ko'rmagandek tuyuldi. Ko'z yoshlarimni yuzimdan artish uchun ikki bosh barmog'ini ko'zlarimga bosdi. Menga yig'lamaslikni nasihat qildi. Odam doim baxtli bo'lishi kerak dedi. U bola kulgisidek zavq ila xandon otib kuldi. Ikkalamiz ham komilan uzoq sukunatga cho'mdik. Asta-sekin men tasalli topdim. So'ng u meni quchog'iga oldi. Qattiq quchoqladi. Qovurg'alarim qisirladi. Ikkala yuzimdan o'pib, qo'llarini yelkamga qo'yib, meni eshikkacha kuzatib qo'ydi. Bo'lgani shu. Ammo hayot o'shandan so'ng hech ham oldingidek emas edi. Ikkovlon birga o'tkazgan kunlar davomida Abdulbaho ushbu nozir bilan ko'pincha Masih haqida gapiradi. Howard sadoqatli bahoyi bo'ladi. Keyinchalik u yozadi: Nasroniy ta'limotiga 2000 yil o'tgach, mana hayoti va so'zi birla barcha insonlarga ezgulik mujdasining mohiyatini o'zida mujassam etgan zot. O'z safarlari davomida yozgan bitiklarida Abdulbaho muhim ruhiy haqiqatlarni tinimsiz tarannum etib keladi. U ilmiy, iqtisodiy va ijtimoiy adolat jamiyatlari, jumladan rangli odamlarning Milliy taraqqiyot assotsiatsiyasi kabi behisob guruhlar hamda shaxslar bilan muloqotda bo'ldi. O'ziga ko'rsatilgan nufuzlarga qaramay, u doim o'z fikrlari va amallarining manbai Hazrat Bahoulloh ekanligini uqtiradi. O'zining ilk safarlarida Abdulbaho yaqinda Hazrat Bahoullohni tan olgan afroamerikalik huquqshunos Louis Gregory bilan uchrashadi. Abdulbaho bilan uchrashuvdan u qattiq ta'sirlanadi. Ushbu Alloh bandasining kimligini va uning qanday quvvat namoyon etishini, hatto g'irash ranglaydigan kishi uchun bunday uchrashuv zamindagi barcha sharaflardan yuksakroqdir. Abdulbaho Louisni britaniyalik ayol, boshqa bir yangi bahoy Louisa Matthew bilan tanishtiradi. Bu uchrashuv taqdirli bo'lib chiqadi. Louisning taklifi bilan Abdulbaho
Washingtondagi Howard oliygohida 1600 kishidan iborat talabalar, mehmonlar va fakultet oldida chiqish qiladi. O'sha oqshomdagi chiqish Abdulbaho Amerikada murojaat etgan, ko'pchiligi qora tanli bo'lgan birinchi katta auditoriya edi. Kechroq bo'ladigan rasmiy mehmondorchilik paytida teri rangiga qarab Luisga unda qatnashish ruxsati berilmaydi. "Janob Gregory qayda?" deb so'raydi Abdulbaho. "Janob Gregoryni chaqiring." Abdulbaho yonidagi stakan va likopchalarni chetga surib, Luisni yonlariga o'tkazadi va hech narsa yuz bermagandek adolat haqida gapira boshlaydi. "Barchamiz bilamiz va e'tirof etamizki, adolat bu yaxshi, va lekin uni amalga oshirish va namoyon etish uchun iroda va harakat kerak." 1912-yilning sentyabr oyida Luis Gregory va Luisa Matthew uylanadilar. Abdulbaho ularning ittifoqidan ilhomlanib, shodlikka to'ladi va yozadi: "Inson oilasidagi xilma-xillik muhabbat va hamohanglik sababiga aylanishi kerak. Xuddi musiqadagi turli notalar birga qo'shilib, komil kuy yaratgani kabi." Ibodatgoh yerini ochish uchun Chikagoga yetib kelgan Abdulbaho Karin Triuni yuragi singan holda topadi. Bir kecha oldin o'g'li Davis vafot etgan bo'ladi. Bu yo'qotish Karin bilan eri yo'qotgan 5 farzanddan yana biri edi. Ko'prik oldida bag'ishlov marosimi paytida Abdulbaho uni yupatadi. Uning g'amini yaxshi tushunadi. O'zi ham 5 farzand yo'qotgandi. Abdulbaho u yerda yig'ilganlarni ibodatgoh allaqachon qurildi deya ishontiradi. Ibodat uyi butun insoniyatni birlashtiruvchi vosita ekanligini aytadi. Abdulbaho mehribonlarcha Karinni ibodatgohning onasi deb ataydi. Jamoa 40 yildan ortiq vaqt davomida ushbu ibodatgohni tirishqoqlik va fidokorlik bilan quradi. Uning ochilish marosimida o'z qizlari bilan Karin ishtirok etdi. U 92 yoshda edi. Montrealda Abdulbaho May va Sutherland Maxwell'lar xonadonining mehmoni bo'ladi. U yerda u keng qamrovli mavzularda ko'plab chiqishlar qiladi. San'at haqida Abdulbaho shunday deydi: "Ushbu g'aroyib asrda san'at bu ibodat. Uni komillashtirishga qanchalik harakat qilsangiz, shunchalik Allohga yaqinlashgan bo'lasiz." Sutherland e'tiborli me'mor edi. U keyinchalik Bob maqbarasining tuzilishini chizgan rassom bo'ladi. Abdulbahoning jozibasidan ularning 2 yoshli jajji qizalog'i Mary o'zini tutib tura olmasdi. U ham uni juda yaxshi ko'rardi. O'sha nafis lahzalarni eslab, Abdulbaho shunday yozadi: "Bugun men dam olib yotganimda eshik ochiq edi. Qizaloq kelib o'zining jajji qo'llari bilan mening ko'zlarimni ochib dedi: Abdulbaho, uyg'oning." Jajji Mary Maxwell keyinchalik Abdulbahoning nabirasi Shafqiy Efendi bilan turmush quradi. Bu nikoh Sharq va G'arb birlashuvining timsoli bo'ldi. Abdulbahodan o'rnak olib, Mary ham boshqalarga xizmat qilish va ularni ruhlantirish uchun ko'p joylarda bo'ldi. Ayniqsa, uzoq o'lkalar va tanho yerlarga safarlar qildi. Abdulbahoning poyezdi Montrealdan yo'lga chiqqanida, u panjaraga chiqib olgan kichik Jim Loftni ko'radi. Hatto eng yoshligida Jim tenglik bo'lishi kerakligiga ishonardi va ruhiy masalalarga qattiq qiziqardi, ammo bularni qaydan eslashni bilmasdi. Jim xurofot, qiyinchilik va yo'qotishlardan azob chekdi. Keyin esa Abdulbahoni uchratdi. Faqat bu gal suratda. Uning butun dunyosi o'zgardi. Uning ko'zlari ochildi. U va uning rafiqasi Melba Kanadadagi tub xalq hindulardan bo'lgan birinchi bahoylar safidan bo'ldilar.
dunyoni ogohlantirib hamda tinchlik uchun ishlashga undab, Abdulbaho 1913-yilda muqaddas zaminga qaytadi va xuddi u aytganidek, Birinchi jahon urushi boshga tushadi. O'sha zo'ravonlik va adolatsizliklar Abdulbahoning qalbini qayg'u ila chulg'aydi. U shunday tushuntiradi: vatanparvarlik xurofoti ham mutlaq jaholatdir. Zero yer yuzi bir ona mamlakat. Urush blokadasi hududga tahdid solganida, Abdulbahoning ko'rsatmasi bilan Adasiya shahrida o'stirib saqlangan donlar tuyaga yuklanib, Akko va Hayfaga olib kelinadi. Abdulbahoning oldindan ko'ra olishligi va oqil harakatlari tufayli turli kelib chiqishga mansub bo'lgan behisob mahalliy odamlar ochlikdan qutqariladi. Muxbirlarning savoliga Abdulbaho o'z maqsadi va o'z xabari tinchlik ekanligini aytadi. Gagadagi doimiy tinchlik markaziy tashkilotiga yozgan maktubida Abdulbaho tinchlik tushunchasi inson ongida chuqur o'zgarishga uchrashi kerakligi va u ruhiy haqiqatga bo'lgan sadoqatni talab etishini hamda Hazrat Bahoulloh ta'limoti orqali tinchlik yo'lidagi har qanday to'siqni yengish mumkinligiga urg'u beradi. Bid'at va ayirmachilikning ildiziga murojaat qilib Abdulbaho, agar din fan bilan kelishuvda bo'lmasa, u xurofot va jaholatga aylanadi. Zero Alloh insonni voqelikni anglashi uchun aqliy tafakkur bilan siylagan deydi. Urush payti charchoqlar va istiroblar dastidan Abdulbahoning sog'lig'i zaiflashib, o'sib borayotgan jamoa bilan muloqot uziladi. Shu muddat davomida ilohiy reja lavhlari, ya'ni uning qalamidan Shimoliy Amerikaga yo'nalgan 14 maktub yoziladi. Urush paytining talablari tufayli ular oddiy pochta qog'ozlar bilan jo'natilgan bo'lsa-da, bu lavhlar dunyoni ruhan yangilanishiga chorladi. Abdulbaho yosh jamoadan ko'tarilishni va harakat qilishni so'rab deydi. Koshki o'sha hududlarga o'zim sayohat qila olsam-u, shaharlar, qishloqlar, tog'lar, sahrolar va ummonlar uzra ilohiy ta'limotni tarqata olsam edi. Afsus, bu menga nasib etmadi. Qanchalar buni xohlar edim. Alloh roziligi bilan siz buni amalga oshirgaysiz. Abdulbaho o'zining 1912-yildagi safari davomida serqirra yosh jurnalist Marta Rupni uchratadi. U saraton xastaligiga giriftorligini aytadi. Yelkasiga boshini qo'ygan Martani u shunday yupatadi: ilohiy saltanat chaqirig'iga javoban na'ra et, toki buyuk yutuq va g'aroyib tasdiqlarning guvohi bo'lgaysan. Abdulbahoning chaqirig'iga javoban Marta darhol qalqidi. Kichik qishloqlardan boshlab katta shohona saroylargacha Marta har bir eshikka o'zi bebaho deb sanagan Hazrat Bahoullohning xabarini olib kirdi. Hayoti davomida u yer kurrasini 4 marotaba aylanib chiqadi. Ba'zi dindorlar Abdulbahoning ilohiy reja lavhlaridagi chaqirig'iga zudlik va fidokorlik bilan javob berib, e'tiqodni Avstraliya, Braziliya, Xitoy va Janubiy Amerika sohillarigacha yetkazsalar-da, ta'limot nurini sayyoraning har bir burchagiga yetkazish ishi asta-sekin kuch to'pladi. Keyinchalik Abdulbahoning Alloh amrini har bir qit'a, hudud, davlat, xalq, shahar va qishloqqa yetkazish haqidagi qarashi Shafqiy Effendi hamda joriy etilganidan so'ng umumjahon adolat uyi tomonidan ishlangan rejalar orqali tizimli ravishda tatbiq etildi. Bu esa 10 yilliklar davomida yosh u keksa behisob jonlarni, ba'zan hatto inson qurbi yetar darajadan ham ortiq me'yorda bo'lgan muhabbat va qahramonlik amallariga ilhomlantirib keldi. Abdulbaho yozadi: Hazrat Bahoulloh birdamlik doirasini chizdi.
u barcha xalqlarning birlashish naqshini bitdi. Yana aytadi, hozir yangi asr keldi va yaralmish qayta tug'ildi. Dunyoni yangilagan barcha bu yangilanishlarning manbai saltanat Rabbining g'aroyib fayzu in'omlarining yangi oqimlaridir. Binobarin, odamlar o'zining eskirgan fikrlash tarzlaridan mutlaq ozod bo'lishi, bor e'tiborini mazkur yangi tamoyillarga qaratishi kerak. Zero ular ushbu yangi zamonning nuri va ushbu davrning ayni ruhidir. Ular bizdir va biz ularmiz. Abdulbaho birligimizni anglashda hammaning va har birimizning qobiliyatimizni parvarish etdilar. Bular u ko'rsatgan o'rnakning samarasi. Abdulbaho ta'kidlaydiki, odamlar har joyda pok intilish, beg'araz niyat, insoniyatga xizmat qilishni tilab, fidokorlik bilan butun qalbdan ter to'kish orqali dunyoni o'zgartirish va uni yangilash uchun birlasha oladilar. Vafotidan 100 yil o'tgach, Abdulbaho odamzodni ishontirib shunday deb qoladi. Zaminda bo'lamanmi, yo'qmi? Men har doim siz bilan ekanligimni esda saqlang. Barcha zamonlarda sizni deyman va sizni eslayman va ko'zimda yoshim bilan sizning ustingizga marhamatlar yog'dirishini, sizning ruhingizni yarlaqashini va sizga benihoyat shodlik bag'ishlashini undan so'rayman. Abdulbahoning Amerikaga bo'lgan safardan olingan fotosuratlar.